Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala khairil khalqi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Man ajaza an thamaniyata fa alayhi bi thamaniyatin ukhra liyanala fadlaha. Kim quyidagi 8 ta ishni qilishlikka qodir bo'lmasa, uni o'rniga boshqa bir 8 ta ishni qilsin deydi hukamolar. Ya'ni 8 ta ish borki, bu albatta insonni Allohning huzurida darajasini baland bo'lishiga sabab bo'ladi. Albatta bu 8 ta amalni qilgan kishi Allohning taqvodor bandalardan bo'ladi. Agar qurbiylar yetmasa, boshqa 8 ta ish qilinglar deb turib, bizda xizmatganda variantlar ko'rsatilmayapti. Man arada fadla salatal layl va huwa naim fala ya'si bin nahar. Albatta bu qilinadigan ishlar oson emas. Islomda mana Qur'onda bilamiz, Alloh taolo marhamat qiladi, la yukallifullohu nafsan illa wusaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan amalga Alloh taklif qilgan emas. Ya'ni qiyomul laylda bu sunnat, nafil bo'lgan ibodatlardan. Kim qodir bo'ladi, kim qodir bo'lmaydi. Kim sadaqa qilishlikka imkoniyati bor, kimda yo'q. Kim Qur'on o'qishlikka zehni oladi, zehni yoki olmaydi. Lekin ana shu o'zi qilishligiga qodir bo'lmagan ishni savobiga yetish mumkinmi inson? Yetish mumkin. Agar shu ishni ayni o'zini qila olmasa, islom unga boshqa bir yo'lni ko'rsatadi. Kim kechasi bilan qiyomul laylda turgan odamning savobini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, lekin qila olmayotgan bo'lsa, unga bir boshqa bir variant berilyaptiki, kunduzlari gunohdan o'zini tiysin. Inson kunduzi gunoh qilmay yursa, kechasi bilan qiyomul layl qilgan kishi bilan barobar bo'ladi. Kechasi bilan dedi salaf solihlardan biri. Qiyomul laylda turib, uxlamasdan ibodat qilib, kunduzi kerilib, men kechqurun qiyomul layl qildim deb kerilib yurganimdan ko'ra, uxlab qolib, ertaman pushaymon yeganim ming marta afzal deydi. Man arada fazla siyami tatawwu fa huwa muhtir falyahfaz lisanahu. Kim nafil ro'zalarni tutishlikka qodir bo'lmayotgan bo'lsa, tuta olmayotgan bo'lsa, lekin shu ibodat qilayotgan kishilarni aziyat etmoqchi bo'lsa, tilini tiysin. Demak, tilni tiyib yurishlik nafil ro'za tutganlar qatorida bo'ladi. Va man arada fazla ulama fa alayhi bitafakkur. Kim olimlarning fazilatiga, olimlarning darajasiga yetmoqchi bo'lsa, olimlar topgan ajrini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, lekin imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa, bunga fikr yuritsin deydi. Ya'ni birodarlar, mana Ramazon oyida turibmiz, og'iz ochadigan paytimizda dasturxonga turli xil noz ne'matlar terib qo'yilgan bo'ladi. Qarab turib, qarang, torg'iz qizil ekan, shaftoli yumaloq ekan, uzum kichkina ekan, deb turib ozgina fikr yuritamiz. Ana shu ro'zador bo'lmagan paytimizda bir chekkadan olib kelaveramiz. O'ylab ko'rmaymiz. Ana shu suvga qaraganda suvda qanaqa ne'matligini shunda anglaymiz. Mana Alloh umr bersa bir 5-6 yildan keyin saratonga chiqib qolamiz ekan. Shunda arig'ida oqayotgan suvni qadriga yetamiz ekan. Inson katta ilmga ega bo'lmagani bilan, lekin Alloh taoloning bergan shu aqlini fikr yuritishlikka ishlatadigan bo'lsa, ulamolar darajasida bo'ladi. Alloh taolo yuzlagan oyatlarda fikr yuritmaysizlarmi, aql yuritmaysizlarmi deydi. Demak, musulmon odamda jim turishligi fikr, gapirishligi zikr bo'lishi kerak bo'ladi. Ko'chada ketayotganda har bitta ko'rgan narsani ko'rganda fikr qilaylik. Kim buni yaratdi? Shunda ulamolar darajasiga yetamiz, ajrda inshaalloh. 4-inchisi, kim Alloh yo'lida yurgan kishilarni ajriga yetmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uyida o'tirgan holda shaytoni bilan jihad qilsin deydi. Umrini Alloh yo'liga tikib qo'ygan kishilarning savobiga yetmoqchi bo'lsa, yolg'iz uyda o'tirgan payti uydan chiqa olmayotgan bo'lsa ham, shaytoni bilan urushsin, ana shular qatorida bo'ladi. 5-inchisi, man arada fazlu sadaqa va huwa ajizun fal yuallimun nasa ma sami'a min al-ilm. Agar kim Alloh yo'lida sadaqa qilayotgan kishilarning ajrini topmoqchi bo'ladigan bo'lsa-yu, lekin qodir bo'lib imkon bo'lmayotgan bo'lsa, bunga eshitgan ilmini boshqalarga o'rgatsin, sadaqa qilganlar qatorida ketadi. Yani ko'ringki, agar birinchisini qila olmasa, albatta ikkinchisiga imkoniyatingiz bor-da. Bir odam moli dunyosi bilan oxiratini obod qilayotgan bo'lsa, sizda yo'q bo'lsa, unaqa bo'yningiz qisilmasin. Menda yo'q, qila olmayapman. Sizga boshqa bir taklif qilinyapti. Sizni qo'lingizda keladigan boshqa ish bor.
Hammaning imkoniyati bir xil. Ajr olishlikdan. 6-si Man arada fadlal hajj va huwa ajizun falyazim jum'a. Kim haj qilishlikda ajrini topmoqchi bo'lsa-yu, lekin haj qilgani imkon bo'lmasa, jum'ani o'ziga lozim tutsin. Sayyidul ayyom va hajjul masakin. Kunlarning sayyidi va miskin bechoralarni, kambag'allarni hajji hisoblanadi. Man arada fazlal abidina falyuslih baynan nas va la yarfa baynahum adawata wal baghdha. Haqiqiy obidlar darajasiga yetmoqchi bo'lgan kishi odamlar o'rtasida adovat, gina kudora tarqatmasin, obidlar qatorida bo'ladi. Mana shu jamiki yaxshiliklarni hammasini bitta so'z bilan jamlab olishni xohlaydigan odamga bitta variant aytiladi. Mana shu aytilgan 7 ta narsani bitta so'zga jamlayaptiki, agar shu aytilgan yaxshiliklarni hammasini o'zida jamlamoqchi bo'lgan odam bo'lsa, qo'lini ko'ksiga qo'ysin-da va o'ziga aytsin. O'ziga yaxshi ko'rmagan narsani mo'min birodarga ravo ko'rmasin. Agar shu holatga yetgan bo'lsa, aytilgan 7 ta narsaga ega bo'ladi deyiladi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodarga ravo ko'rsin, shunda iymoni komil bo'ladi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi de Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha hargiz kishining iymoni komil bo'lmaydi. Suyanadigan joyda, issiqroq joyda, yumshoqroq joyda hamma o'ziga ravo ko'radi. Birodariga ham shu narsani ravo ko'rmagunicha kishining iymoni to'liq komil bo'lmaydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana bugun xalqqa taalluqli bir qancha darslar bor, shularning birinchisini boshlashga harakat qilib ko'ramiz. Agar bir qabul qilishlik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ehtimol davom etkazarmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlarida birinchi bo'lib butlarni sindirishlikdan boshlanadi işte. Shuni bir ba'zi shug'ul so'zlardan eshitib qolamiz u. Gunohda masdari bo'lgan narsani yo'q qilsak, gunoh qiladiganlar ham yo'q bo'ladi. Bu noto'g'ri tushuncha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar bo'lib kelib, la ilaha illallohga chaqirdi 13 yil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ka'ba to'g'ri qarab namoz o'qir edi. Ka'baning ichida 360 ta but ilingan edi. Shirkiyatlar, buzuqchiliklar o'shuncha to'ldirib turar edi Ka'bada, Makkada. Lekin Rasululloh bularni o'zgartirishdan, bularni qo'li bilan o'zgartirishdan boshlamadi. Rasululloh bu butlarni odamlarning qalbida sindirdi. Makka fath qilinganda o'zlari sig'ingan ilohlarini qalbida sindirishib oluvdi ana shu makkaliklarki musulmonlar olib chiqib qo'llari bilan sindirishdi. Islom odamni qalbini tarbiyalaydi avval. Insonning qalbi tarbiya topmasdan turib, hargiz uni jasadini tarbiya qilib bo'lmaydi. Birodar, qiynamang o'zingizni. Ko'zimni olib qochaman, tilimni g'iybatdan saqlayman, quloqimni g'iybatga tutmayman deb o'zingizni qiynamang. Qila olmaysiz. Qila olmaysiz. Svet bo'lmasa, televizoringiz 2 ga 1 bo'lsa ham ekrani 1 pul. Agar bu gunohlarni qalbingizda sindirib olmaydigan bo'lsangiz, qalbingiz bu gunohlardan tiyilmaydigan bo'lsa, a'zolar hech qachon tiyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam at-taqvo hahunada 3 marta ko'rsatdi. Taqvo mana bu yerda bo'ladi dedi. Taqvo mana bu yerda bo'ladi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga qattiq aziyat berayotgan Abu Jahl, Abu Lahablarni, Umayyalarni Hazrat Umarga bor, kechqurun borib o'ldirib ket desa, qilar edi. Lekin buyurdimi? Hamzaga bor. Abu Jahlni kechqurun shunday bo'g'ib qo'ygan, bizni ko'p qiynab desa, qilmasmidi? Qilar edi. Nimaga qilmadi shu ishlarni? Insonlarning qalbida Allohga bo'lgan muhabbat, Allohdan boshqasiga bo'lgan muhabbat chiqib ketmagunicha, muhabbat Allohning muhabbatidan to'lmaguncha, ularning badanlari hargiz itoat qilmaydi. Nimaga aroq birdaniga harom bo'lmadi? 3 bosqich bilan harom bo'ldi. Chunki ana shu aroq insonlarning qalbidan chiqdi avval. Ana shu aroq harom qilingan oyatlar nozil bo'lganda, piyolarga qo'yib ichib turganlar shuni xo'plab olay demadi. Xo'plab olganlar yutib olay demadi, shat tupurdi. Chunki ma'dan chiqib bo'lgan edi, bitta buyruq qolgan edi. Gunoh avval qalbda bo'ladi akalar, keyin tashqariga chiqadi. Mana misol, yomon ko'rgan odamingizning mashinasi turgan bo'lsa, shaytoningiz aytadiki, bir chizib qo'y yoki bir qandaydir shikast yetkazib ket deydi. Lekin nimaga o'zingizning mashinangizga qaraganda o'sha narsa kelmaydi? Chunki o'zingizga-da.
Bunday qilishlikni qalbingiz bilan xohlamaysiz. O'shuning uchun bolangiz osilsa ham chekkaga o't deysiz. Avval gunoh qalbda bo'ladi, keyin tashqariga chiqadi. Ulamolar jasadni, insonning jasadini bir davlat, bir mamlakatga o'xshatadi, qalb uni podshohi deyshadi. Til uni tarjimoni deyshadi. Tushunarli bo'ldimi? Jasad bitta davlat, qalb hukm qiladigan podshoh, til ijrochi. Oyoq-qo'llar ijrochi. Demak, gunoh ichimizda yo'q bo'lganda, endi tashqaridagi a'zolarimiz gunohdan tiyiladi. Inson dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda, qilgan gunoh tufayli rizqidan tirtayadi dedi. Rizqi qirqiladi dedi. Endi rizq qalbimizda to'g'risida yo'q, rizq muammosi. Shunday bir gunoh bo'lgan, bir yomon bo'lgan ko'rinishga qaragan paytimizda qalb eslatyapti, "Ey, qarama. Qarasang, rizqingdan qiyiladi." deyapti-da, rizq qalbda bo'lganligi uchun rizqni o'ylab turib nima qilyapmiz? Ungacha ko'zingni olib qo'ysang savob bo'ladi, qarasang gunoh bo'ladi desa, ancha-muncha kontrol qila olmayapti, ketib qolyapti ko'z. Yoki bo'lmasam, inson qilgan gunoh tufayli albatta musibatlanadi dunyoda. Sahobalardan biri ana shu johiliyatda bir tanigan ayol bilan gaplashib qoldi-da, musulmon bo'lgandan keyin. Gaplashib turib, orqasiga qarab ketyapti, hali ayolga shunday ko'zini qirin tashlab qoldi, devorga kelganini ko'rmay qoldi. Shunday burildi, tumshug'ini urdi devorga. Tumshug'i yorildi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdi, aytdiki, Rasululloh, Alloh bir mo'minni yaxshi ko'rsa, qilgan gunohini jazosini dunyoda o'zida tezib berib qo'yadi. 2 marta shunaqa bir onangizni xafa qilib chiqdingiz, birodar haqqini yeb qo'ydingiz, bir musibatni ko'rganingizdan keyin maga tushdi qo'rquv. Demak, gunoh qalbda bo'ladi, keyin tashqariga chiqadi. Mana shu qalbni davolash haqida gaplashamiz. Qala Rabi ibn Haytham li ashabihi atadruna madda wad-dawa wash-shifa. Rabi ibn Haytham aytdi o'zini ashablariga, kasal nima, dori nima va shu kasaldan shifo topish nima bilasizlarmi dedi. Kasal nima, dori nima, shifo nima? Kasal appendisit, uni dorisi xirurg stoli, appendisitni olib tashlashlik shifo. Ya'ni qaytib appendisit bo'lmaysiz. Bu kasaldan siz nima qildingiz? Tamomiy shifo topdingiz. Tushunarlimi? Kasal appendisit, skalpel yoki xirurg stoli dorisi olib tashlashligi shifo. Qaytib bunaqa kasal. U kishi aytadi, mana ashoblardan shu narsani so'raganda, ashoblar yo'q bilmaymiz deydi. U kishi juda chiroyli bir oddiy qilib tushuntirgan ekanki, gunoh kasal degan ekan. Istig'for dori degan ekan. Shu gunohga qaytmay qo'yishliging shifo topganing degan ekan. Qaytarib qo'yamiz. Dunyodagi eng katta kasal gunoh ekan. Uni dorisi istig'for aytishlik, Alloh taolodan kechirim so'rashlik. Mana shu qilgan gunohingizni kechirishini xohlasangiz, ulamolar shartlarni qo'yadi. Birinchisi, shu gunohdan to'xtang. Ikkinchisi, qattiq pushaymon bo'ling shu gunoh qilganligingizga. Uchinchisi, qaytib qilmaslikka Allohga ahd bering. Endi qaytmagan bo'lsa, shu gunohdan nima qilibsiz? Shifo topibsiz. Benamoz edik bir mahal. To'xtatdik benamozlikni. Benamoz o'tgan umrimizga pushaymon edik va qaytib benamoz bo'lmaslikka ahd qildik. 5 mahal namoz o'qib yuribmiz. Shifo topibmizmi? Kasal deganda asosiy kasal shu ekan. Boshqasini tuzatsa bo'ladi. Hukamolardan biri aytadi, jismni sog'lom bo'lishligi ovqatni oz yeyishlikda bo'ladi. Qalbni sog'lom bo'lishligi gunohni oz qilishlikda bo'ladi. Nafsni sog'lom bo'lishligi kam gapirishlikda bo'ladi. Ya'ni to'mlagan kitob bo'ladi buni sharhlasangiz, lekin 3 og'iz so'zda jamlab qo'yilyapti. Yana qaytaramiz. Oz ovqat yeyishlik jasadni sog'lom bo'lishligiga kafil bo'ladi. Gunohni oz qilishlik qalbimizni pokiza bo'lishiga sabab bo'ladi. Kam gapirishlik nafsimizni toza bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana Ramazonda 19 yil yemasga o'tiribmiz. Saharlikka ko'p ham ovqat o'tmayapti, birinchi kunlikda ham. E'tibor beryapsizlarmi? Qarang, saharlikda ozgina yesak ham kechgacha yura olyapmiz. Demak, insonga ko'p ham o'zi ovqat kerak emas ekan. Biz ko'paymiz ekan. Shundaymi?
Ko'p boryapmizmi? Demak, ko'p yeyapmiz ekan. Iftorda ham ozgina ovqat yeyapmiz, qornimiz to'yyapti. Inson bolasini to'ldiradigan idishlarini eng yomoni qorin deyilgan edi. Qorin hamma kasallarni uyasi deyilgan, ini deyilgan edi. Ozroq yesak jasad sog'lom bo'lar ekan. Haliga Ramazonda boshida ko'proq qiynalib qolmagan. Yaxshilab ye, tiqib yegin. Birodalar, hozir saharlikka bilmadim endi. Hammada bo'layotgan bo'lsa kerak. Ko'p ovqat o'tmayapti, lekin kunimiz o'taveryapti. Ovqatda oshchasi kerak bo'lmagandek, birodalar, dunyo matosini ham oshchasi kerak emas o'zi. Qarangda, o'sha to'plab qo'ygan pulingiz qanchasi yeyilyapti bir kunda? Sop qo'ygan uyingiz nechtasida o'tirilyapti? Tuzib qo'ygan ko'ppa to'shagingiz qanchasi ishlatilyapti? Javob beriladi bularga hali. Said ibn Musayyib aytadi, mana hamma hurmatli bo'lishni xohlaydi. Hamma xor bo'lishni xohlamaydi. Hamma aziz bo'lishni xohlaydi. Inson bolasi o'zini Allohning toatiga bo'ysundirib qo'ygandaqa azizlikni boshqa yerdan topa olmaydi. Allohning ibodatiga bo'yin ekkanki odam aziz bo'ladi. Bu juda aniq narsa. Agar inson o'zini Allohning ibodatiga bo'yinni ekkan bo'lsa, qo'lida bo'lsa xotirjam yashar ekan. Shu emasmi yaxshi hayot? Va aksincha, Allohning dinidan bosh tortgan odamlarni har qancha dunyosi zo'r bo'lsa ham obod bo'lmayotganligini ko'rmayapmizmi? Ozgina dunyo matosidan olib qolsa o'zini otib yuboryapti. Inson o'zini xor qilishligining eng katta o'rni Allohning ibodatidan bosh tortishligi deyildi. Inson aziz bo'lmoqchi bo'lsa ikki dunyoda Allohning ibodatiga bo'yin egsin. Agar shuni qilmasa, ikki dunyoda xor bo'ladi. Kim Alloh taoloning o'zigagina muhtoj bo'lsa, Alloh taoloning o'zigagina dardini aytsa, boshqasidan kutmasa, odamlar bu odamga muhtoj bo'ladi, lekin bu odam hech kimga muhtoj bo'lmaydi. Chunki aytdik, onanglarning qornida 121 kunga to'lgan kuninglar, rizqinglar ajalga yozib qo'yilgan. Tamagir bo'lsangiz ham, iffatli bo'lsangiz ham Alloh bergan kunni ko'rasiz. Halol tijorat qilsangiz ham, harom tijorat qilsangiz ham Alloh berganini ko'rasiz ekan. Alloh bilan ishingizni bitkazavering. Tavakkulni o'tdik. Tavakkul rizqingiz kelishiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yib, natijasini g'am qilmaslik. Haqiqiy boylik bu xotirjamlikda emasmi? Basra ahlidan so'rashdi. Shahriylardagi eng boy odam kim? Desa, Hasan deydi. Shunaqa boymi? Shunaqa puli ko'pmi desa, kambag'al u deydi. Ha nimasi bilan boy desa, uni ilmiga hamma muhtoj. Lekin u hech kimga muhtoj emas. Diqqat qilinglar. O'sha odamni boy deyishyapti. Chunki birovga hojati tushib bormaydi. Birovga dardini aytib ming'illab bormaydi. Odam bolasidan so'raganimizda yomon ko'rsa, Parvardigorimizdan so'ramay qo'yganimizda yomon ko'rar ekanmiz. Odamlardan so'raganimizda hurmatimiz tushsa, Allohdan qancha so'ramasa shuncha hurmatimiz tushar ekan. Chunki banda so'rayotganda bu xorligini bo'yniga olayotganligi e'tirofi bu. Ya'ni Parvardigorga qo'lini ochib so'rayotgan paytda Parvardigor, sen azizsan, men xorman, sen boysan, men kambag'alman degani. E'tirof emasmi u? Ozgina havo kirgizasizlarmi? Ozgina. Tavakkul boylik, kuch manbai, taqvo hurmat manbai. Yani Buxoriyda aytdi, Imom Buxoriyda. Taqvo qilgan odam edi. Odamlar xor qilamizni haydab chiqarishuvdi. Alloh aziz qilib qo'ygan ekan, Alloh hurmatli qilgan ekan, taqvodor bo'lganligi uchun mana 1,5 ming yil o'tdimi, 1000 yil o'tdimi, Buxoriyimizda ko'hrimizga uruyapmiz. Demak, taqvo qilsa Alloh taolo aziz qilar ekan bandasini. Ulamolardan biri aytadi, insonni qalbini, mana aytyapmiz, gapimizning xulosasi, qalb tuzalsa, ine tashqi a'zolar tuzaladi. Qalb dunyoga muhabbatini bermasa, muhabbat qo'ymasa, jasadlar ham boshqacha ko'z bilan qaraydi. Qalbni shifosi 5 ta narsa bilan bo'ladi. Birinchisi Qur'onni tadabbur bilan o'qish bilan. Tadabbur degani fikr qilib o'qishlik bilan. U mayli arabchasini o'qib tushunmasak, o'zbekcha Qur'onni olib o'qib ko'raylik-da. Biz sizlarni qayta tirilishimizda shubhalar bormi deyapti Alloh Qiyomat surasida.
Bala qodirina ala an nusawwiya banan yo'q deyapti. Barmoqlarni uchigacha tekis qilib qo'yamiz yaratib deyapti. Ya'ni 1,5 yil burun barmoqda izlariga ishora qilinyapti. 19-18-asrda oxirida aniqlandi insonning barmog'ining izi bir-biriga o'xshamasligi. Bu Alloh bildirmasa payg'ambarimiz qayoqdan bilardi yozishni bilmaydigan savodsiz odam. Jinni fikr ko'radigan bo'lsa dahshatga tushib ketasiz. Shunday emasmi? Onalarning qornida 40 kun deyapti. Payg'ambarimiz doktor bo'lgan emas. Qayerdan bildi bularni? Ozgina fikr qiladigan bo'lsak, Qur'onga bo'lgan muhabbatimiz oshadi, qalb tarbiya topadi. Ikkinchisi, qorinni bo'sh tutishlik. Yana qoringa borib taqalyapti. Qorin bo'sh bo'lsa, fikr yuritish yaxshi bo'lar ekan. Qorin to'q bo'lsa, uyqu keladi bo'ladi. Mana asr bilan shomni payti. Kitob olib o'qib ko'ringlar-da. Ertaga. Boshqa payt malolanasiz, boshqa payt kallangizga kelmaydi, uyqus keladi. Asr bilan shom payti o'qib ko'ring kitob mana shu rozador paytingizda. Qorin bo'shda, qorin bo'sh, aql zo'r ishlaydi. Kashfiyotlarda ham aksariyatini kambag'al o'ylab topgan. Chunki qorin bo'sh bo'lgan. Qiyomul layl keyingisi. Tunda uyquni harom qilib turib, 2 rakat, 5 rakat, 10 rakat namoz o'qishlik. Chunki qiyomul layl haqiqatan insondagi ruhoniyatni tarbiyalaydi. Chunki hech kim ko'rmaydi ibodatingizni. Mana Qur'onda o'qiyapsiz, ko'ryapsiz. Kecha kelmading demasin deb ham keladi ba'zilar. Lekin qiyomul layl qilganingizda hech kim ko'rmaydi. U o'zingiz bilan Robbingiz o'rtangizdagi nima? Sir. Maqtanmaysiz hamda kechqurun turib 20 rakat namoz o'qidim. Chunki u gapni gapirsangiz, u riyo bo'lib qolishini bilasizda indamaysiz. Shundaymi? Qiyomul layl qalb tarbiyalaydigan ishlardan va saharda istig'for etishlik. Saharda Allohga istig'for etishlik. Va 5-inchisi eng asosiysi birodarlar, mujolasatus solihin. Solih odamlarning suhbatida o'tirishlik. Eng kamida o'shalar bilan o'tirganingizda 7 ta fazilatini aytdik, ilm majlisini fazilatini. Gunohdan tiyilib turasiz, o'tirgan har bitta lahzangizga sadaqa yoziladi, yelkangizga parishlarcha dam oladi, Allohning rahmati yog'adi hokazo. Haftada 1 martami, 15 kunda 1 martami ilm majlisi bo'lishligi kerak. Chunki ana shu qalbimizga o'tirib qolgan dunyo muhabbatini changini qoqib turadi ilm majlisi. Allohning zikrini eshitgani kelyapsizlar, shunday emasmi bu yerga? Dam olish bo'lsa, uyda ham boshlab dam olsangiz ham bo'laveradi. Nimaga kelyapsizlar? O'ylab ko'rmaysizlarmi shuni? Qalbga orom beradigan Allohning zikri borki, shuning uchun kelinyapti bu yerga. Lekin shu lazzatdan bexabar bo'lgan odamlar yuribdi ko'chada. To'g'ri uyga borib televizor tayida vaqtini o'tkazyapti. Ibn Qoyyim marhamat qiladi. Agar bir banda tong ottirsa-yu, kech kirgizsa-yu, qalbida Allohni rozi qilishlikdan boshqa g'am bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo hamma hojatlarini o'zining zimmasiga oladi. Hamma g'amini ko'taradi, qalbini o'zining muhabbati bilan to'ldiradi, tilini o'zining zikri bilan mashg'ul qiladi, javorihlarini, tashqi a'zolarini itoatiga moyil qilib qo'yadi. Qalb Alloh bilan ovora bo'lsa, Allohning muhabbati bilan ovora bo'lsa, til zikrda, jasad ibodatda bo'lib qoladi. Ko'z o'zi qochaveradi. Ko'z o'zi qochaveradi. Til istig'fordan to'xtamay qo'yadi. Agar qayat tuzalgan bo'lsa, agar dunyo muhabbatini chiqaradigan bo'lsa, qaysi bir kishi tong ottirsa yoki kech kirgizsa-yu, dunyo g'ami yuragini ustida turadigan bo'lsa, Alloh taolo hamma g'amini ustiga g'amni beradi. O'zini o'ziga topshirib qo'yadi va qalbini dunyoda muhabbati bilan mashg'ul qilib, bandalarni rozi qilishlik bilan ovora qilib qo'yadi. Nima qilsam to'rtta so'm topar ekanman. Nima qilsam meni olib ketar ekan shu kuni. Rost gapirsammikin, yolg'on gapirsammikin. Chunki g'amiz o'sha to'rtta so'm bo'lib qolgan edi. O'shunda ham Alloh bergan oshchasi bo'lmaydi. Va xuddi bir go'lahiga o'xshab qoladi bu deyilyapti. Go'lah o'tda yoqadi, changni yutadi, qorayadi, bu yoqdagilar yuvinadi issiq suvda. Changni, gazni, najosatni yutib ishiga qorayib ishlayveradi deydi. Boshqalar uchun ishlaydi. Lekin Allohning roziligini ko'zlagan banda bunaqa bo'lmaydi, u o'zi uchun ishlaydi. Qalbni buzilishligi ham 5 ta narsadan. Qalbni tuzalishligiga Qur'on o'qishlik, qorinni bo'shishlik, qiyomul layl, saharda istig'for etishlik, ilm majlisi, solih odamlar bilan hamsuhbat bo'lishlik. Qalbni buzilishi ham
5 ta narsa bilan. Shahvat, bir narsani qattiq xohlashlik, g'azab, g'urur, ananiya, bu egoizm deyiladi. Faqat o'zini o'ylashlik va mulkka bo'lgan muhabbat. Shu 5 ta narsa insonni qalbini sindirib tashlaydi. Mana shu ananiya degan narsaga ozgina to'xtalib o'tamiz. Egoizm degan narsa mana juda bir xunuk sifat. Inson faqat o'zini o'ylashligi. Bu yomon sifat, shunday emasmi? Xudbinlik deyiladi. Lekin shu xudbinlikni, shu yomon sifatni jicha diqqat qilasizlar birodarlar, uyqusi kelayotganlar. Islom ramkasiga solib ko'ring-da. Salbiy bo'lgan sifat ijobiy sifatga aylanadi. Qana qilib? Inson faqat o'zini o'ylaydi. Musulmon odam xalqni o'ylaydimi, o'ylamaydimi? Musulmon odam egoist desam, ishonasizlarmi? Faqat o'zini o'ylaydi desam. Ishonaveringlar. Hozir ishontirib qo'yaman inshaalloh. Musulmon 1 so'm sadaqa qilayotganda kambag'alni o'ylab beryaptimi? Kim o'ylab beryapti? O'zini o'ylab beryapti. Mahallasiga asbob solib qo'yayotganda mahalladagi mashinalarni o'ylayaptimi? Kim o'ylayapti? Egoist chiqib qoldi-yu musulmon. Musulmon zakot berayotganda nima? Rahmi kelgandan beryaptimi? Qo'qqanidan beryapti. Bersam deyapti. Qolgan pulimni Alloh himoya qilib berar ekan, yana uni o'stirar ekan deyapti. Musulmon birodar o'ylaydi ekanmi? O'shunisi zo'rda. Faqat o'zini o'ylaydi, lekin bu o'zini o'ylaganiga faqat jamiyatga foyda keltiradi. O'zini o'ylab yolg'on gapirmaydi. O'zini o'ylab onasiga itoat qiladi. O'zini o'ylab turib birodarlarga yaxshi muomala qiladi. O'zini o'ylab kechirib qo'y. Qo'qqanidan xo'p deb qo'ymaydi. Oyog'iga bir tepsa birodarlar. Xo'p deb qo'ysam Alloh rozi bo'ladi deydi. Musulmon odam g'irt egoist bo'ladi birodarlar. Qarang islomda bir ne'matligini, mo'jizaligini. Yomon bo'lgan sifati shunday islomda ramkasiga solib qo'ygan bo'lsangiz, faqat foydaga aylanib ketyapti. Men o'zim o'ylab gapiryapmanmi? Sizlar o'ylab gapiryapmanmi? Men o'zim o'ylab gapiryapman birodarlar. Bu o'zimga kerak. Chunki shuni gapirsam Alloh mendan rozi bo'larmikin deyapman. Sizlar olasizlarmi, olmaysizlarmi o'zingizlar. Men gapirib qo'ysam bo'ldi. Shunaqa birodarlar. Musulmon odam faqat o'zini o'ylaydi, lekin o'zini o'ylaganiga faqat jamiyatga foyda keltiradi. Hukumatlardan biri aytadi: "Nafsim uchun rohatni istadim. Faqat nafsimga kerak bo'lmagan narsalarni tashak ko'rdim, shundan boshqa rohat bo'lmas ekan nafsga. Men husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Juda cho'zilib ketyapti uzr. Kishini zo'r islomi nimada ko'rinadi desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, o'ziga kerak bo'lmagan ishlarni, so'zlarni tark qilganda zo'r musulmonligi ko'rinadi dedi. Shuni qilib ko'rdim, haqiqatan nafsim orom oldi. Aralashavermaysiz har narsaga siqilavermaysiz, falon joyda suv olibdi desa, falon joyda narx qimmatlabdi desa, ishingiz bo'lmaydi. Zo'r bu. Va nafsni mashaqqati ham ayni shunday o'zida. O'ziga kerak bo'lmagan gap bilan ish bilan ovora bo'lishiga senga nima deysiz? Jirilaysa biroq. Senga nima? Va insonning eng yomon dushmani bu dunyo muhabbati va eng yomon hamrohi yomon ayol deb aytilmayapti. Ya'ni Allohning zikrini chiroyli eshitdingiz, qalbingiz orom oldi, 36.6 bo'ldi temperaturangiz, shirin bo'lib uyga borsangiz, nauzubillah, ayolingiz ana shu dunyoga hirs qo'ygan, dunyoga muhabbat qo'ygan, dunyoda quli bo'lgan ayol bo'ladigan bo'lsa, borishingizga bir pasda temperaturangiz to'g'rilab qo'yadi. Onana bering, monana bering, onakam, falonchi manaqa yilibdi, manaqa kiyibdi, shu bilan bob bo'lgida yana haligi kechqurungi zaryad yo'q, ertaman yana o'sha ho'kiz bola arman so'rab chiqib ketaverasiz. Kishi deydi Rasululloh 4 ta narsada baxtli bo'ladi deydi. Bilalashib aytamiz. Birinchisi keng hovlida, yaxshi qo'shnida, foydali markabda va solih ayolda. Shu to'rlardan bittasi bo'lmasa, mana 3tasi tatimaydi. Mo bittasi bo'lmasa, mana 3tasi ham tatimaydi birodarlar. Ana shu yomon hamroh uydagi xotin deyapti. Uydagi xotinni tarbiyalamaydigan bo'lsang, seni tarbiya topgan hech narsa emas deyapti. Tekizlab qo'yadi. Ertamangacha g'adablar chiqadi. Ali ibn Abi Talibga qilingan nasihatlardan yeta olmayotgan narsangizga yetsiz xursand bo'lmang. Yoki bir mo'ljalagan narsangizga yeta olmayotgan bo'lsangiz xafa olmang.
amal qilmasdan oxiratdan umid qiladiganlardan bo'lmang deb nasihat qilaman kishiga. Yeta olmayotganingga xafa bo'lma. Dunyo matosidan kelganiga xursand bo'lma, amal qilmasdan oxiratdan umid qilmagin. Diqqat qilinglar-da, biz ayni shunimiz. Yeta olmayotganimizga siqilamiz, kelgan 3-4 so'mga xursand bo'lib ketamiz, amalimiz oz, oxiratdan umid qilaveramiz. Buni aksi aytilyapti. Mana o'sha hukumatlardan bittasini gapi bilan tugatamiz. O'zi 20 minutda tugatmoqchi edim, birodarlar. Bo'lmayapti. Qaysi bir kishi qayg'uga botib qolgan bo'lsa, uni qalbi qayg'uga botadi, qo'li qayg'uga botmaydi. Qulog'i qayg'uga botmaydi. Qalbi, biz qalb haqida gaplashyapmiz. Qalbi qayg'uga botgan bo'lsa, uni xursand qiladigan so'zni eshitishga intilsin deydi. Xo'p, mo'minning qalbi qayg'ursa, qanaqa so'z uni qalbini ko'tarishi mumkin? Dunyoda bo'limi? Mansabmi? To'g'ri, ana shu dunyo uchun quvnaydigan odamga dunyo haqida gapirish kerak. Mosabar tijorat bo'lmagan bo'lsa, keyin safar birga qilamiz, yaxshi ish bo'lyapti-da, shu shunga quvnaveradi. Mosabar yutkizib qo'ysa, keyin safar yutamiz desa, xursand bo'laveradi. Mo'min odamning qalbi xafa bo'lgan paytda nima bilan xursand bo'ladi qalbi? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub demayaptimi Alloh? Ahli qalblar Allohni eslaganda xotirjam bo'lib orom olmaydimi deyapti. Mo'min odam Allohning zikrini eshitganda ine qalbi orom oladi. Ine xursand bo'ladi. Rivoyat bor-ku. Sulaymon alayhisolamning uziga bo'lar ekan. Ja xafa bo'lib siqilib ketgan uziga qarar ekan. Ja xursand bo'lib bir teriga sig'may kelsa uziga qarar ekan, doim bir xil bo'lib qolar ekan kayfiyati. Bu narsa o'tkinchi degan yozuv bor ekan o'zigida. Har safar uziga qarar ekanda joyiga tushib qolar ekan, chiqib ketgan bo'lsa, chiqib qoladigan, tushib ketgan bo'lsa. Bir kun shunaqa achchig'i kelibdi-da, uziga ichib bir qilib olibdi. Uziga qaradan qalbi taslim otgan ekan, uziga bir aylanib qaytib ketdi-da, qarasa ichida ham yozuv bor ekanmish. Olib qarasa, ha bunisi ham o'tib ketadi deb qo'ygan. Allohning zikrini eshitgan paytingizda har qancha xor, har qancha qiyin hayot bo'lsin, Ayyub alayhisalom kishalik bo'lar. O'tib ketdimi? Fir'avndaqa hayotingiz zo'r bo'lar shohona. U ham o'tib ketdimi? O'tib ketadi bunisi ham. Bunisi ham o'tib ketadi. Allohning zikrini eshitgan paytimizda mehmonligimiz esimizga tushadi. Allohning oldiga kelishimiz esimizga tushadi-da, g'am qayg'ular chiqib ketadi birodarlar. Valladina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iymana va ala robbihim yatawakkalun. Alloh taolo o'zini mo'min bandalar maqtab aytadi, shunday bandalarki, agar ularga Alloh eslatilsa, qalblari yumshaydi. Yumshadimi? Istaylar o'zingizlardan. Agar ularga Allohning oyatlari o'qib berilsa, iymonlariga iymon qo'shilib, iymoni ziyoda bo'ladi. Haqiqatdan deb qo'yamiz-ku. Keyin nima deydi? Allohga tavakkal deydi ular deydi. G'am qilmaydi deydi. Allohga tavakkul qilgan el na qalqonni, na qalqon g'amini. Demak, birodarlar, qalbni davosiga taalluqli bo'lgan bu birinchi muhozara bo'lgan bo'ldi. Demak, qalbni tuzatmasdan turib, javorihlarimizni, tashqari a'zolarimizni tuzatishimiz imkoniyati bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo ana shu qalbi Allohning zikr bilan orom oladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.